Assalomu alaykum azizlarim. Oylarning sultoni Ramazonimiz kirib kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Shunaqayam sochni bo'lgan, sho'rvasi o'z bilan bo'lgan somsalarimizni sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Avvalo ishimizni qovurg'ali go'shtlarimizni marinadlab qo'yishdan boshlaymiz. Somsa uchun ajratilgan go'shtlarni mayda bo'laklarga bo'lib, tabga ko'ra tuz, ziravorlarni aralashtirib, 2 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu arada xamirlarimizni ham tayyorlab olamiz. Alohida idishga suv, tuz, eritilgan sariyog' va unni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. 2 soat davomida maromiga yetib marinadlangan go'shtlarimizni olib, undan suyakli go'shtlarimizni, ya'ni qovurg'achalarimizni terib olib qo'yamiz. Mayda to'rg'algan kartoshka va piyozlarni ham solib, yarim piyola suv quyib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa xamirimizni teng 3 qismga bo'lib olib, 2 qismidan 8 bo'lak kattaroq zuvalachalar yasab, bir qismidan 8 ta kichikroq zuvalachalar ham yasab olamiz. Endi esa xamirlarimizni birma-bir yoyib, piyolaga kiydirib, ustidan farshlarimizni solib va bitta pomidor bo'lakchasi va bitta sariyog' solib va oldindan olib qo'ygan qovurg'ali go'shtlarimizni ham solib, xuddi videodagidek tugib olamiz. Usti chiroyli qizarib chiqishi uchun tuxum sarig'larini surtib va xohishga ko'ra sedana kunjutlardan foydalanishimiz mumkin. 190 gradusda qizib turgan duxovkaga 40-45 daqiqaga pishirishga yuboramiz. Ichlari shunaqa ham sochni bo'lib pishadigan kosa somsalarimiz tayyor.